Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz va sizlarga bir narsani aytib o'tish joizki, biz jamoamiz bilan birgalikda yana bir bora Jondor tumani tomon otlandik. Ya'ni u yerda musofirchilikda yurgan, ya'ni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ishlab kelayotgan Ozod akamizning otajon onajonlari hozir ayni paytda tavallud ayyomlarini nishonlab turibdilar va biz ularga hozir surpriz tarzda kutilmaganda tashrif buyurib ularni tabriklashga harakat qilamiz. Nafaqat otajon onajonlari, balki farzandlari, ukalari, butun oila a'zolarini tabriklashga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, qadrli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, biz Ozod akamizning xonadonlariga tashrif buyurmoqdamiz va bir necha soniyalardan so'ng aziz otajonlarni va onajonlarni mana bunday ushbu guldastalar bilan, qolaversa, bu yerda mana chiroyli Qur'on kitoblari, qolaversa tasbihlar va joy namoz, qolaversa mana bunday chiroyli otajon onajonlari tushgan suratlar bilan birgalikda tabriklab, ularni xursand etmoqchimiz. Va biz tayyormiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir boshlaymiz. İzlerimden izlep yürgen kadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. İzlerimden izlep yürgen kadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksim kerib yursin-da, farzandlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da, men otamdan boyman chunki otam bor. İzlerimden izlep yürgen qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Biraz tasaylar şart qo'yamiz. Assalomu alaykum qadrli bugungi mana shunday chiroyli tug'ilgan kunga yig'ilgan aziz mehmonlar, qadrli xonimlar va janoblar, bugun sizlarni mana shunday chiroyli kunda ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Mana shunday qutlug' kunda, fayzli oqshomda Ozod akamiz tomonidan o'zlari musofirchilikda bo'lsalar ham bizni yubordilar va ushbu Qur'on kitobini aziz otajonlariga berib qo'yishimizni ular bizga ishondilar. Marhamat qilib ushbu Qur'on kitobini aziz otajonimizga, Dehqon akamizga topshiramiz. Marhamat, biroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat aka, albatta ilohim mana shunday yoshlarni ko'pini ko'rib berishingizni yaratgandan ezgu niyatlar ila tilab qolamiz va albatta farzandlaringiz boshida omon bo'lishingizni, farzandlaringizdan baxt va tomonlik ko'rib berishingizni yaratgandan ezgu niyatlar ila so'rab qolamiz. Albatta biz otadan yaratganmiz va otani doimo aziz tutib boshimizda toj qilib ko'tarib berishimiz kerak. Biroz qarsaklarni Dehqon akamiz uchun sharaf qo'yasizlar va albatta Ozod akamiz aziz onajonlarni ham unutmaganlar. Mana shunday chiroyli kunda aziz onajonimizga ushbu guldastalarni taqdim etib qolamiz. Biroz qarsaklar sadosi ostida qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aziz onajon, ushbu qo'shiq sizga bag'ishlanadi. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas,
menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Tabriklaymiz. Aziz otajon, onajonlar, ushbu tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin va albatta farzandlaringiz nomidan ushbu portretni sizlarga olib kelishni niyat qildik. Marhamat qilib ushbu portretni qabul qilib olgaysiz va mehmonlarimizdan yana bir bor qarsaylar so'rab qolamiz. Aziz akamiz, albatta jajjigina ushbu xonadonning farzandi bo'lmish Shahzodjonni ham unutmaganlar. Shahzodjonni agarda davramizga taklif etsak, marhamat Shahzodjonga ushbu chiroyli mashinani sovg'a qilamiz. Marhamat, qo'llab-quvvatlab qarsaylar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ochib bering. Albatta yaxshi mehmonlar, keling aziz otajon onajonlarimizni tabriklaymiz deb hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Tabriklaymiz. Agarda mehmonlarimiz orasida aziz otajonimizni, onajonimizni tabriklash maqsadida tashrif buyurgan mehmonlarimiz bo'lsa, marhamat mikrofon muntazir chiroyli tabrik so'zlar bilan tabriklab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mana shu xonadon ahli. Mana bugun Yaznak Dehqonjonni va opam Oliyxonni mana bugun tavallud topgan kunlari ekan. Yaznam 120 yoshlarga kirsinlar. Hamisha xonadonlarda opam bilan doimo baxtli farzandlarni, nabiralarni, chabiralarni baxti kamolni ko'rib yursinlar. Ular doimo farzandlarni boshiga sog' omon bo'lsinlar. Ularga dunyo turguncha sog'lik, salomatlik, baxtli uzoq umr tilayman. Doimo hammamiz boshimizga sog' omon bo'linglar. Rahmat iloyim. Mabodo bo'lsa edi zo'r haykaltarosh, sizga yuragimdan yasardim haykal. Agarda bo'lganimda mohir bir naqqosh, suratingiz chizardan beri ming sayqal degan so'zlarni Ozod akamiz bizga aytganlar. Biz esa sizlarga yetkazib qo'yapmiz va albatta mana shunday chiroyli kun yana bir bora sizlarga muborak bo'lsin deymiz. Lekin musofirchilikda yurgan Ozod akamizga chiroyli dil izhorlari bor ekan, marhamat qilib ularni yo'llab qo'yishlar mumkin. Marhamat. Katta rahmat. So'z berganlar uchun. Mana shu to'rgan kunlarni inobatga olib, ana Rossiyaga xizmat qilib yurgan, ishlab yurgan o'g'limiz bor, Ozodjon. Mana shunga katta rahmat bilan bor. Mana shunday bu sizlarning kelishlaringizni biz bilmagandik ko'rgan, nima bo'ladi, nima qoladi deb Ozod keladi deb kutib turgandik. Shunchalik hurmat qilib, mana shunchalik ota-onaga Qur'on kitobni nima qilgan ekan, katta rahmat. Ana portretlar uchun, san'atkorlar uchun hammasiga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. O'g'limga, nabiralarimga, kelinlarimga uzoq umr, salomatlik, 100 yoshga kirsin bilan dunyomiz tinch bo'lsin, koronavirus tezroq o'lkamizdan chiqib ketsin. Mana shu qishlog'imiz tinch bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat kelganlar uchun. Sog' salomat bo'linglar. Bizni xotin Oyabullo hozir so'zni shunga beramiz. Assalomu alaykum. Jonlar, avvalambor xush kelibsizlar xonadonimizga. Qadamlaringizga san'atlar yog'ilsin. Sizlar ana meni sohibimda 100 yoshlarga kiringlar. Ana shunday tug'ilgan kunlarni nishonlash vaqtini sizlarga Xudoyim nasib ro'za aylasin. Men o'g'limdan bunday nimani kutmagandan boshim ko'kka yetdi. Men roziman o'g'limdan. Xudoyim taolo hammaga ana shunday baxtni ato aylasin. Mana otasini bugun mana shunday tug'ilgan kunlarda, ana shunday tavallud kunlarda shunday niyat qilib, otam ham onajonim singari Qur'onxon bo'lsin, namozxon bo'lsin, el yurtning xizmatida bo'lsin deb ana shunday hurmat, izzat bilan ana shuncha joyda
To'xta mana shunday Allohning muqaddas kalomi bo'lmish Qur'oni Karimdan hadiya qilib uzatibdi. Men o'g'limni boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman o'g'limga. Ilohim 100 yoshlarga kirsin, farzandlarini huzurini ko'rsin, halovatini ko'rsin. Ilohim ana shu uzoq yurtlarga ishlab yurgan barcha farzandlarimizni Alloh taolo ilohim balo qazo ofatlardan o'zi asrasin, yuzginalarni yorug' qilsin, har bir ishida Alloh madadkor bo'lsin. Bag'rimizga sog'-omon qaytib kelish baxtiga Xudo muyassar aylasin. Mana shu xonadonimizga tashrif buyurgan ana shu aziz mehmonjonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Sizlarga ham Xudoyim taolo ana shunday baxtni nasib aylasin. Xudo xohlasa mana xo'jayinim ham o'zim singari Qur'onxon bo'lalar degan niyatdaman. Xudoyim bu kishiga ham taqdir aylasin. Sizlarga mana shunday muqaddas kalomni tilovat qilib yurish baxtiga Xudo muyassar aylasin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanotlar yog'ilsin. Rahmat. Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib. Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yo'talib. Gar meni sevsang agar chiqin chelagini ko'tarib. Gar meni sevsang agar chiqin chelagini ko'tarib. Olma olib olaysan tillo vadalaring qani. Olma olib olaysan tillo vadalaring qani. Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmasang meni. Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmasang meni. Az badafshonum Orami canım az badafşonum orami canım boz peşiman biyo biyo ayorum biyo deldorum biyo ayorum biyo deldorum biyo biyo mayli guzorat sabzavorum biyo mayli guzorat sabzavorum biyo چشمسی یاداره قربانت شوم من چشمسی یاداره قربانت شوم من خانگی جای داره مهمانت شوم من خانگی جای داره مهمانت شوم من mana shunday sog' salomat bo'lib bir-biringizga kulib qarab yurishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Ana endi esa kelinglarki, biz yuqorida ta'kidlaganimizdek xursandchilik bu yanada xursandchilikday o'tishi uchun hozir navbatni sho'x taronaga beramiz. Barcha aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda aziz otajon onajonlarimizni raqslarga chorlaymiz. Marhamat, ushbu sho'x tarona barcha mehmonlarimiz hamda otajon onajonlarimiz uchun marhamat. Hari endi barcha mehmonlarimizga bir savol bilan yuzlamoqchiman. Ertaga xuddi mana shu kunda albatta kimning tug'ilgan kuni ekanligini sizlardan so'ramoqchiman. Faqat otajon onajonlarimiz aytishmasa bo'lgani. Ertaga. Mana bildilar. Guldiroz xavsiylar chalib qo'yamiz. Ozod akamizning akajonlari Otabek akamizning albatta tug'ilgan kunlari, ular ham hozir bizni tomosha qilib o'tiribdilar. Marhamat, agar ularga ham tabrik so'zlaringiz bo'lsa, yo'llab o'tishingiz mumkin. Otabekjon, assalomu alaykum. Mana shu o'zga yurtlarda xizmat safarda ekansan. O'g'lim senga baxt tilayman. Doimo men senga quvonch tilayman. Ana bugun Ozodginam otasi bilan onasini Qur'on Karim bo'lmish Allohning kitobini ularga hadiya qildi. Xudojonim ilohim sen ham ukangdek bo'lgin. Bachalarim doimo sizlar hamisha baxtli, saodatli bo'linglar. Doim sizlarga hamma havas qilsin. Ilohim sen ham 100 yoshlarga kirgin. Bu yil shu vaqt sen ham mana shunday yaxshi dasturxonlarda, mana shunday yaxshi kunlarni bergin. Senga tabriklayman jonim bacha. Rahmat sizlarga, rahmat. Quvonch ko'z yoshlari albatta. Ana bu tog'amni butun getiramiz. Ozodjon, ilohiy niyatlaring
darajaga yetgan. Nima niyat qilgan bo'lsang niyatingga yet. Iloy sanda shun xuddi shunday farzandlaringdan qaytsin. Xudo senga ham undan ziyoda qilsin. Sendan yoshlar, aka ukalar hammasi o'rnak olsin. Yuragingda armon qolmasin. Otang bilan onang shunday qilding, armonini ro'yobga chiqarding. Seni ham farzandlaring shu kunlar senga Xudo muyassar qilsin. Iloy dunyo tinch bo'lsin, kasalliklar yo'qolib ketsin. Prezidentimiz bundan ham ziyoda qilsin. Bu hukumlarimizdan ham yaxshi kunlarga ketaylik, kasallar yaxshi bo'lib ketsin. Sog' bo'lib salomat kelinglar. Bachalarim manikilar ham o'sha yerda sog' bo'lib salomat kelsin. Mana ota-onasi yo'q, labdi qilibdi. U ham katta rahmat, 100 yoshga kirsin u ham. Ular ham to'g'rigani ana otasi 100 yoshga kirsin, onasi ham hamma vaqt yaxshi kunlarni ko'rsin, kattagidan to'ylar qilsin. Bundan keyin hamma yaxshi, undan keyin o'chada yurganlarning hamma sog' salomat bo'lsin. Hammasi tinchlik salomatlik bo'lsin. Rahmat so'z berganlar. 100 yoshlarga kiring. Sizdan baxtimizga doim sog'lom bo'ldiring. Bugun bilan baxtli bo'ling. Sizni ham yaxshi ko'ramiz. Dadajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Kelayotgan bayramingiz bilan. Chiroyli tabrik so'zlar bo'lsa, marhamat yo'llab o'tishingiz mumkin. Hozir dadajoningiz bizni ko'rib turibdilar. Marhamat. Assalomu alaykum dadajon. Rahmat sizga, bobojonimni tabriklayman, bujonimni ham tabriklayman. Bu dunyoda mehringiz bo'lak, sizni deya ursin bu yurak. Mol va dunyo menga ne kerak? Onam sizni yaxshi ko'raman, yaqinlarim ichra tanhoyim, qoshi qalam yuzlari oyim. Baxtimizga sog' bo'ling doim. Onam sizni yaxshi ko'raman, bolam debon yasharingiz siz. Sizga nima qila oldik biz? Izin bering hozircha qaytiz. Onam sizni yaxshi ko'raman. محل اسم دین قصر عروس ماهی تابا چشمه نو خورشید خیس شیر بوزین و پریزا میرم شوخ و افسانه روزی زر رو تسنا باب شمال سلطان آموز کرن ریان خواه خواه مثال گلفروز صدف به توی هر روز یک سرای زلال توی می شود همه رستورانه رحمت خوش آمدید مرحمت آی اتدام اشل خونید اشل بخارا چه خونه برازی شد چه خونید اشل بخارا چه خونید آی اتدام اشل خونید اشل بخارا چه خونید برازی شد چه خونید اشل بخارا چه خونید Bekjon ham tug'ilgan kuni. Avvalambor mana shu o'g'limni, avvalambor dadasini 120 yoshga kirishlarini tilayman. Ana shu kishini qo'l ostida ana shu farzandlari ham 120 yoshga kirsinlar. Hamisha xonadonimni ustini bo'lib yursinlar. Bu kishi bilan toki umrimni oxirigacha xuddi bir hassaga suyanganday bir-birimizga suyanib yurishlikni Alloh nasib ro'za aylasin.
ertaga o'g'limni tug'ilgan kuni Otabekjon, seni chin qalbimdan ana dadang bilan kelamiz. Mana shu yerda o'tirgan barcha ana shu insonlar nomidan muborakbod etaman. Ilohim 120 yoshlarga kirguni ana shu ukam singari ana shunday bir mo'jizalar yaratib, ana shular hamisha ota-onangni dilini xushnud qilib yurish baxtini senga ham Xudo nasib aylasin. Shu Ozodjonga katta rahmat aytaman. Ana shunday otasini mana tug'ilgan kunlarida hurmat, izzat qilib sog'inganda otasini. Ana shunday chiroyli bir nimani uyushtirib, bizning dilimizni xushnud qildi. Ilohim erta farzandlardan unga ham qaytsin. Ana shu farzandim ham 120 yoshga kirsin. Shu o'sha o'zga yurtlarda musofirona hayot kechirib g'ariblikda yurgan barcha yurtimizdan ketgan o'g'lonlarni hammasini tani joni sog' bo'lsin. Ularni ham Xudoyim panohida o'zi asrab, har bir ishida o'zi madadkor bo'lib, ishlariga omad bersin, baxtimizga sog'-omon qaytishga muyassar aylasin. Sizlarga tashrif buyurganlaringiz uchun kattakon rahmat. Qadamlaringizga hasanotlar yog'ilsin. Endi mehmonimiz bo'lasizlar. Rahmat aka, ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz. Har kun to'yda ulanmoqda to'ylarimiz. Tirik jonning rizqini berar qodir Xudo. Elga tinchlik so'rar sizday duo bo'ylarimiz. Ilohim duo qilib yurishdan hech qachon charchamang. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.